oldin yovuz bo'lib, keyinchalik qahramonga aylangan top 10 ta multfilm personajlari. 10-o'rin Smurfetta. Yovuz sehrgar Gargamel Smurflar qishlog'iga kelishmovchilik va tartibsizlik olib kelish uchun loydan Smurfettani yasaydi. Smurfetta esa Gargamelning buyruqlarini so'zsiz bajarardi. U Smurflar qishlog'iga kelib, u yerdagi suv to'g'onini buzadi va qishloqdagi barchani suv ostida qolishiga sababchi bo'ladi. Uning berayotgan zararlariga chiday olmagan qishloq ahli Smurflar orasida o'z aql zakovati bilan tanilgan Ota Smurfga murojaat qilishadi. Ota Smurf esa sehrli Smurf formula yordamida yovuz qizaloqni ko'm-ko'k Smurfga aylantiradi va shundan so'ng qizaloq qishloqdagilarning mehrini qozonishga muvaffaq bo'ladi. 9-o'rin Raptorlar oilasi. Nimani kutyapsan? O'ldir uni. Yo'q dada, bunga yo'l qo'ymayman. Agar bizni yaxshi ko'rsangiz, uni o'ldirmaysiz. Unga yordam berishingiz kerak. Muzlik davri multfilmining 5-qismida ular uchar qushsimon qilib tasvirlangan. Gevin ularning boshlig'i va shuningdek otasi ham hisoblanadi. Ular multfilmning aksariyat qismida bosh qahramonlarga qarshilik qilib, qasos olish rejasini amalga oshirishga harakat qiladilar. Ularning fikricha, agar meteorit yerga tushsa, ular havoda bo'lishadi va tirik qolishadi. Lekin oxir-oqibat meteoritning tushishi hammaga ta'sir qilishini tushunib yetgach, dunyoni qutqarish uchun qahramonlarga yordam berishadi. 8-o'rin Teka. Sen aslida kimsan? Maui Tefitining yuragini o'g'irlaganda u olovli maxluq Tekaga aylanadi va u bilan jang qilib yuragini qaytarib olmoqchi bo'lganida u ummon qariga cho'kib ketadi. Shundan so'ng Tefitining yomon tomoni barcha dengizdagi orollarni yo'q qilishga kirishadi. Bu dahshatli voqeani oldini olish uchun esa dengiz Matanoilik Moanani tanlaydi va u Maui bilan Teka joylashgan yerga yetib borishga muvaffaq bo'ladi. Dastlab Tekaning o'ta vahshiy mavjudot ekanligini ko'ramiz, lekin Moana uning qalbiga yo'l topadi va uni qaytargach, Teka o'zgaradi va oldingi holatiga qaytadi. 7-o'rin Ralph. Men yomonman. Bu yaxshi. Hech qachon yaxshi bo'la olmayman va bu yomon emas. O'zimdan boshqasiga havas qilmayman. Ralph Trickiller o'yinini buzuvchi sifatida boshlaydi. Oradan yillar o'tgach, uning o'yindagi roli unga faqat yolg'izlik va begonalik olib kelishini tushunadi. U o'yindagilarga yaxshi bo'la olishini isbotlash va medal olish maqsadida boshqa o'yinlarga yo'l oladi. Multfilm oxirida Ralph o'z do'stlari, jumladan Vanellope Fonni qutqarib, ularni o'yinlarining yo'q qilinishiga yo'l qo'ymaslik orqali haqiqiy qahramonga aylanadi. 6-o'rin Kevin 11. Ben 10 haqidagi 2005-yilda chiqarilgan ilk multserialda Kevin Asmasian qobiliyatiga ega oddiy bezori bola sifatida ko'rsatiladi. Keyinchalik u Benning Omnitrix'idan olgan kuchi orqali judayam dahshatli maxluqqa aylanadi va multserialning barcha 4 qismida ham uni o'ldirishga harakat qiladi. Janglarning birida Ben uni o'zga sayyoraliklar qamoqxonasiga jo'natadi. U yerda Kevin o'z qobiliyatlarini boshqarishni o'rganadi va yana inson ko'rinishiga qaytadi. Oradan 6 yil o'tib, Ben va Kevin yana to'qnashishadi, lekin Kevin endilikda anchagina o'zgargandi. U Benning jamoasiga qo'shilib, dunyoni o'nlab marta qutqarishga yordam beradi. Endilikda Ben 10ning azaliy raqibi uning eng yaqin do'stiga aylandi. 5-o'rin Zuko. Menga ustoz bo'lishini istayman. Rahmat. O'z jamoangizga meni qabul qilganingizdan juda ham mamnun. Olov qabilasi hukmdori Ozay o'z o'g'li bilan bo'lgan kelishmovchilikdan so'ng uni jazolash maqsadida saltanatdan surgun qiladi va avatarni tutib kelsagina kechirilishini aytadi. Zuko o'z aybini yuvish uchun yillar davomida tug'ilib o'sgan yeridan uzoqda yurishga majbur edi. U multserialda avatarni tutishga shu qadar chanqoq ediki, hatto odamlarni qurbon qilishdan ham qaytmasdi. Avatarni topgach, unga bas kela olmasligini tushunadi va mahoratli olov sehrgari bo'lmish singlisi Azulaning jamoasiga qo'shiladi va avatar jamoasini yengishga muvaffaq bo'lishadi. Zuko butunlay yovuz xarakterda qolardi agar amakisi unga yordam bermaganida. Ayro Zukoni aholi orasida yashirib yurgan paytlarida unga insoniylik nima ekanligini tushuntiradi. Olov qabilasining dahshatli ishlaridan to'ygan Zuko u yerni tashlab avatar jamoasiga qo'shilishga qaror qiladi. Dastlab ular Zukoga ishonishmaydi, lekin vaqt o'tgach u butunlay o'zgarganligini tushunishadi. Endi unda avatarni o'ldirish hissi
tuyg'usi yo'q. Aksincha bu his olov qabilasiga nisbatan uyg'ongandi. 4-o'rin Yumaloq Dumaloq o'g'li. Menga yordam bersang, seni kechiraman Yumaloq. Rostdanmi? Shuncha qabihlarimdan keyin Palag'da emasligingni isbotla Yumaloq. harakat qilaman. Etikkiga mushukning eng yaqin do'sti bo'lgan Yumaloq bolalikdagi kelishmovchilik sababli undan qasos olish maqsadida oltin tuxum qo'yadigan g'oz oldiga uni boshlab boradi va mushuk yordamida uning bolasini o'g'irlashga muvaffaq bo'ladi. Tong otganda esa g'ozning bolasi Yumaloq va mushugoy yo'qolib qolganini sezgan mushuk yana San Ricardoga qaytishga majbur. Lekin bularning barchasi Yumaloqning rejasi bo'lib, u soqchilarga sobiq do'stini tutib beradi. Lekin o'g'irlangan g'ozning onasi San Ricardoga kelishi bilan Yumaloq o'z do'sti bilan birgalikda shaharni qutqarib qoladi. 3-o'rin Diego. Bu nima qilganing? Mamutni o'z holiga qo'y. Juda yaxshi. Unda sendan boshlaymiz. Muzlik davri franshizasining birinchi qismida Diego qoplonlar to'dasi a'zosi bo'lib, bossning buyruqlarini bajarardi. Mendy va Sidning jamoasiga qo'shilgandan so'ng u haqiqiy oila va do'stlik nima ekanligini anglab yetishni boshlaydi. Oxir-oqibat Diego ularning to'dasi a'zosiga aylanib, franshizadagi eng sevimli personajlardan biri bo'ladi. 2-o'rin Yovuzlarning yovuzi Gru. Meni zamonlarining eng yovuzi deb e'lon qilishadi. U qanday qilib o'z xarakterini bu qadar o'zgartira oldi? Yaxshi bo'lish osonmi multfilmining birinchi qismida Gru 3 nafar yetim qizlarni o'z tarbiyasiga, aniqrog'i o'z maqsadlari yo'lida ishlatish uchun boqib oladi. Lekin ulardan foydalanib bo'lgach, yana yetimxonaga qaytaradi. Qizlarni esa Gruning dushmani Viktor asirga oladi. Gru esa o'z farzandidek bo'lib qolgan qizlarni qutqarishga shoshadi. Samolyotdagi sahnada u Margoga sakrashini aytganida Margo "Bizni tashlab ketdingiz-ku" deb aytadi. Gru esa "Sakray qol qizim, boshqa hech qachon seni qo'yib yubormayman" degan so'zlari bilan yovuzlikni yengganligini isbotlaydi. 1-o'rinda Megamiya. Ushbu personajning nomi 3 ta tilda ham bir xil harf bilan boshlanadi. Megamiya, Megamozg, Megamint. O'zga sayyoradan yerga kelgan Megamiya u yerdagi bolalar bilan yaxshi chiqisha olmaydi va shundan so'ng yovuz bo'lishni tanlaydi. U va uning raqibi Machomen o'rtasida juda ko'p to'qnashuvlar bo'lgan bo'lsa-da, barchasida Megamiya mag'lub bo'lgan. Oradan vaqt o'tgach, Machomen bu ishlardan chetga chiqishga qaror qiladi. Megamiya esa shaharni qo'lga oladi, lekin negadir uning har kuni qahramon bilan jangsiz, maqsadsizdek tuyuladi. Shundan so'ng u Titanni qahramon o'rinbosari qilmoqchi bo'ladi, lekin Titan yovuzga aylanadi. Megamiya esa qahramonlik ko'rsatib shaharni qutqarib qoladi va rasmiy qahramoniga ham aylanadi. Salom. Yodingda tut, barcha yovuzlar bir kun kelib yengiladi. Shu narsani esda tuting. Yovuzlar hech qachon yovuz bo'lib tug'ilmaydi. Albatta, uning ham yaxshilik tomonga o'tishi uchun sabablari doim topiladi. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, top 10 ta qahramondan yovuzga aylangan personajlar haqida video tayyorlayman. Buning uchun esa ushbu videoga bitta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.